Assalomu alaykum hammaga. Navaralar ikkitasi bog'chada, ikkitasi buvisiga ketgan. O'g'lim ishga ketgan. Qolganlar hamma ishda, bitta o'zimni uy yutib yuboryapti negadir. Qiynalib ketdi odam. Nima qilishimni bilmayman. Navaralar borida ham yaxshi edi, chalg'ib turarkan inson. Shunaqa gap. Buning ustiga yomg'ir yog'yapti, qushlarning ovozi eshitilmayapti. Poyezd ovozi eshitildi, taqa-tuqa o'tib ketdi hozir. Shunaqa gap. Uy yutib yuboryapti negadir. Nima qilsa bo'larkan, a? Soat ham yana endi 11 bo'ldi, 11dan oshdi. Odamzod shunaqa ekan, bir o'zi qolsa yutarkan hamma yoq. Shunaqa birodarlar. Navaralar bo'lgani ham yaxshi ekan. Bolali uy bozor, bolasiz uy mozor deydi-yu, xuddi shuni o'zi ekan. Shunaqa bolalar bo'lsa bozor ekan, hech kim bo'lmasa mozor ekan. Lekin yomon zerikdim. Qayerga qo'yishimni bilmayman o'zim. Bu yoqqa yuryapman, bu yoqqa yuryapman. Xudo xolisa. Hech bo'lmasa bunaqa narsalarni uchib yurardi ular qiyshuv qilib. Velosiped yotibdi mana. Shunaqa gap. Odam rosa zerikdi uyda. İşte bo'lganimda chalg'irkanman.